Messining har bir ajoyib harakati shubhasiz Ronaldoga juda katta bosim yuklayapti. Ronaldo hozir oxirgi jahon chempionatini o'tkazayotganini hammamiz bilib turibmiz. O'zi tan bermas, lekin hammamiz bilib turibmiz. Endi 45 yoshda u o'ynolmaydi, iloji yo'q endi. Chunki 41 yoshda buncha holatlar o'zgarib ketganmi, 45 yoshda o'ynolmasligi endi aniq. Va bu yanada ko'proq bosim tashlaydi Portugaliyaga. Misol uchun Messi bo'lgani uchun yoki narigi tomonda Ronaldo bo'lgani uchun bo'lmayapti. Hozir Argentinaning har bir goli, Messining har bir ajoyib harakati shubhasiz Ronaldoga juda katta bosim yuklayapti. Ronaldo bosimlardan chiqib ketgan futbolchi. Manaman degan bosimlarni yelkasida ko'tarib tog'ni ag'dargan futbolchi. Bunga tan berib kelganmiz va qoyilam qolganmiz vaqtida. Endi hozir gap o'zida ham emasda, gap sheriklarida va bizning baxtimizga hozir Argentina emas, bizga Portugaliya tushib qolgani deb o'ylayapman guruhda. Endi hozir yozishyapti Portugaliya baribir xavfli, gap yo'q, lekin bosimini tushuntirish uchun aytyapmanki, Argentina nima uchun yengil o'ynayapti, Messi nima uchun xotirjam gollar uryapti, Messi nima uchun oldingi jahon chempionatlarida ko'rsatmagan samaradorligini namoyish etyapti. Chunki unda hech narsa yo'q. Penaltidan gol ura olmadi. Nima bo'libdi dedi. Bu e'tibor berdingizmi? Oldinlar penaltidan gol ura olmasligini asabiylashib qolardi-da birinchi, ikkinchi uchrashuvlar.